Zapis etecek edim. Oldu. Özüm zapisini bastım. Özüm zapis bastım. Özüm taşap baram sizlere. Hı, yaxşı, rahmet ketdi. Avan. Yine ben de düşünün. Görünüşteki kod geldi. Azgına kiçraytırdım. Ham yerini görüşürüz için. Bu yerleri bize gerek miydi? Azgına kiçkinerak oldu. Indi karimiz birden o iş becerildi. Öz başından az işletmeyeyim burun. Size bir analiz etip beramen. Damla. Assalamu alaikum. Yoklama alındı mı? Yok. Alınmadı. Qarang, ine birden o bajarilgan. Asosiy kutubxonamiz, buni bilamiz, kiritish chiqarish uchun ishlatiladi. Har safar aytib turganimning sababi buni sizlarga bu testlarda bor, keyin bilmasadik biza deb o'tirmanglar deb har safar aytib yuribman. Bu nomla fazasi, ya'ni sensiyot kiritish chiqarishni oldinda har safar Estida yozmasligimiz uchun standartni aytib yozib qo'yiladi. Hamma o'qishi shart. Va Intmain bu asosiy kutubxonamiz. Asosiy funksiyamiz. Uzr. Asosiy funksiyamizning ichida bizani misolimizni tanasi beriladi. Shu orqali biz ishlaymiz. Endi bu yerda men e'lon etdim. Ikki dona sonimni int a bilan b bo'ldi va shularni ishlagan vaqtimda menga a ni kiriting yo b ni kiriting deb turib ekranda so'rasin. Men nonni ekrana nonni misol etib girib turganimni tushuning degan maqsadda yozdim. O'zimni aslında agar mesaj sho'rni ishlatmay turib ko'rsatib beraman. Yine kommentariy aldım. Ani kiriting degan yozuv bor edi. Endi hozir ishladi boshqatdan. Hozir aylantirdi. Hmm, internetda muammo bo'ldi o'xshaydi. Yine bize de işledi. Yukarıda holatında görüşürüz mümkün işledi. Lekin aynen nonu so'rab turganini bize bilmedik. Ana shuning uchun bize yukarıda ani kiriting yo buni kiriting degan yozuvni berdik. Ani kiriting degan holatini kommentariy olib qo'yib ishlatib ko'rsatdim. Va menda nodir bir narsani so'radi. Hatto so'ragandan bilmadim. Ishlab turibmi yo'qmi qarab o'tirgandim. Qarasam bu yerda menda son so'rab turibdi ekan. Masalan, ani kiriting yo buni kiriting degan son so'raydi bizada. Agar imuni yozmasangiz non so'rab turganini bilmaysiz. Shu holatida qarab o'tiraverasiz. Hozir men qarab o'tirganimni ishlab turibmikan bu yo yo'qmi deb qarab turdik. Endi bu yerda masalan 5 bersam, 5 berganimdan keyin masalan A'ni kiritib bo'ldim. Bu xatarimiz ishladi. Mendan 5 ni kiritishimni so'radi, lekin men 5 no kiritishni bilmagan holda kiritdim. Endi B'ni kiritishimni so'rab turibdi. B'ni endi men tushunib turibman. Ha, mendan B'ni so'rab turibdi. Xohlagan sonimni berishim mumkin deb. Masalan, men B'ga 8 berdim. Va bu yerda menda ishladi. B sonimiz katta deb. Bu yerda qanday jarayon sodir bo'ldi? Endi qaraymiz. Agar 5 berdim, B'ga 8 berdim va bu yerga keldi. If'yamizga keldidan agar 5 B'ga 8 qo'ydidan o'rnini o'rnini agar 5 B'ga 8 qo'yib tekshirdi. 5 8dan kattami deb so'rab turibdi. Katta emas, to'g'rimi? Katta emas va pastga tushib ketadi. Agar katta bo'lgan holati bo'lsa, bu ichine kirib ketar edi. Katta bo'lmaganligi uchun pastga tushib ketdi. Pastga tushdi va so'raydi. Amiz bug'a dengmi? Ya'ni 5 8 ga dengmi? Deng emasligini bilasizlar. 5 8 ga deng emas. Demak, darrov pastga tushib ketadi. Bu shartimizdan bajarmaydi. Va keyingi oxirgi bizada demak A B'dan katta emas ekan, A B'ga deng emas ekan va lekin bizada oxirgi shartimiz B sonimiz katta degan shart berilgan. Agar shu yerda xohlasangizlar boshqa shart ham bersangizlar bo'ladi. Masalan, e, B'ni kubini chiqarib bersin deb aytsak ham bo'ladi. Agar B sonimiz katta bo'ladigan bo'lsa, B'ni kubini chiqarib bersin. Endi hisob boshqatdan ishlatamiz. Bunaqa chiqasiz deb turibdi Hasan Nuri buni dinlagan Ha, aytib deb mikrofonni ilamiz. chiqarmadi. Qaytarmagan. Bu holatında nechuk bo'ladi endi? Yana ko'rishingiz mumkin. Po deb turib xatolik berdi. Nechuk xatolik berdi? Chunki men yuqorida matematik bibliotekalarni, ya'ni Po'larni, ildizostlarni ishlatish uchun
biblioteka chaqirmagan edim. Shuning uchun menda xatolik maz.hash deb turib yozamiz va ishlatamiz. Endi men bu yerda kommentariyani belgisini ham olib tashladim va mendan A ni so'radi. Masalan, men endi bunda kattaroq son yozib ko'rsataman. A ni kiriting va B ni kiriting dedi. A sonimiz katta deb yozdi. A sonimiz katta bo'ldi va endi bu yerda A ni kvadratda dikladi. Dikladidan lekin men uni ko'rmadim. Nechun desa, bilmaganimiz sababi A ni kvadratda diklagandan keyin men A sonini ekranga yana bir marta chiqarib qo'yishi kerakligini aytmadim. Ana shuning uchun ishlamadi u xatarimiz. Hozir boshqatdan ishlab ko'rsataman. A ni kiriting dedi. Masalan, 15, mana 4 bersam, A sonimiz katta ekandan 225 dan javob chiqdi. 225 ni izini qo'shib yozib berganning sababi esa bu yerda men xohlasam bu yerda probel bersam bo'lar edi. Masalan, A shunday turib yozsak ham bo'lar edi. Ya bo'lmasa, nav yozar edik. Endi yozaman. Endl yozar edik. Keyingi xatira tushunib berish uchun. Xohlasangiz probel bilan bering. Xohlasangiz yana beri endl bilan bersangiz ham bo'ladi. Ikkala holatni ham hozir ishlab ko'rsatamiz. Bu yerda ixtiyoriy, masalan, probel bilan bermasangiz yana bu yerda virgul bilan bering. Bu shundan keyin ishlab ketadi o'zi. Hozir bu holatimda virgul qo'ygan holatim ishlamaydi. Bundan oldingi holatim ishlaydi. Masalan, 15 berdim, 8 berdim va bu yerda o'rtada probel qo'ygan holatim ishlaydi. Shunda men probel qo'ygan holatdagini ishlatib berdim. Endi boshqatdan ishlatib ko'rsam sizlarga xohlaganingizni qo'yishingiz mumkin degan variant. Yana masalan 18 va 6 bersam, basa tushib ketdi. A sonimiz katta va virgul qo'ydim, 324 qo'ydim. Bu yerda ixtiyoriy qo'yishingiz mumkin. Agar endi qo'yishni toza xatardan yozishni xohlamasangiz, bu yerga virgul, nuqta virgul xohlagan chiziqcha qo'yib keting. Shunday turib yozaverasizlar. Va nechun endi bir xil son ham kirib ko'raylik. Hamma holat ishlab turganini ko'rishimiz uchun. Men ikkisidan bir xil son berib ko'rdim va ikkisidan deng ekanligini bizga chiqarib berdi. Xohlagan variantingizda berishingiz mumkin. Agar bizda yana shartlar soni ko'p bo'lsa nechik bo'ladi desangiz, yana else if berib ketaverasiz. Qaysi holati bo'lsa, izimdan kelib berib ketaverasiz. Agar sizda birgina shart bajariladigan bo'lsa, shuni bajarib to'xtataverasiz. If else bo'lib, aks holda holatini yozganingiz ma'qul hamma vaqt. Shunday shartlarimiz bor, yana bizda yo'q holati bor. Masalan, else if yana bir dona shart berilmagan holati bor. Agar undan bo'ladigan bo'lsa, if va else bo'ladi. Katta, agar tenglik qo'yib bersangiz, katta yoki teng bo'ladigan bo'lsa, buni bajarsin. Kichkina bo'ladigan bo'lsa, buni bajarsin degan holati bo'lsa, shuni bajarib qo'yaverasiz. Else holatini ayrim hollarda yozmay ketgan holatlar ham bor, lekin u holatni men sizga tavsiya etaman, hamma yozing. Nechun desa, shartimiz bajarilmay qolsa, nechik bo'ladi degan savol tug'ilishi mumkin. Shartingiz bajarilmay qolsa, hech bo'lmasa shart bajarilmadi deb turib, else deb turib ekranga chiqarsin. Shunday turib ishlaymiz. Endi davom etamiz. Prezentatsiyalarni tashlab berib ko'pman, shunga qarab ko'rib olaverasizlar. Endi bu yerda yana tushuntirib berilgan, bu yerni hozir aytgan gaplarim shart to'liq bo'lsa nechik bo'ladi. Endi bu belgilarimiz. Katta kichik belgilarni bilasizlar, xang. Katta kichik belgilarni bilamiz. Katta shu matematikada daftardan ishlab yozadigan bo'lsangiz, katta va kichik belgilarimiz bor. Bular xuddi shunday turib yoziladi. Endi katta yoki teng bo'lsa, bu yerga teng qo'yiladi. Katta yoki teng bo'ladigan holati bor. Katta belgisini qo'yasiz va teng qo'yasiz. Yoki kichik belgisini qo'yib turib teng qo'yasiz. Va endi aynan teng bo'ladigan holatdan. Assalomu alaykum. Bu tizim yaxshi ishlamay turibdimi? Kira olmayapmiz. Nechun hamma kirib o'tiribdi-ku? Nodir problema bormi? Bizlarning gruppada Telegram gruppangizga silka tashladim-ku, nechun girmay turibsizlar? girolmayapmiz deydi bir ikkisi. Hammaga ruxsat berib ko'pman, lekin menda problema yo'q. Demak, o'zlaringizda bor problema. Kodini bersin, kodi bor-ku pastida, yana bitta kodi Aha, 1 bor. 2 3 4 5 6 7 degan kodi bor. Shuni bosib berasiz. Tagida. O'shani tersin, zoomga kirgan payt, boyagida kirgan paytda to'rtburchakning ichida plus belgisi bor. O'sha plus ustiga bosadi. Birinchi kodi teradi raqamini, keyin pastidagi
Enter passcode degan joyi chiqadi inglizchasiga. O'shaning ustiga parol terib kirsa Kod bo'ladi. Kodi turibdi pastida, o'sha silkaning Kodi tagida turibdi şurada ikkita kod silkani bor. pasında kod deb yozilgan. 1dan 7gacha ya 1dan 6gacha qo'yilgan bo'lishi kerak. Davom etamiz. 68 odam kirgan, menimcha undan bularda problema bo'lmagan, Kaxalning o'zida problema, o'zi xalatadi. Endi qaraymiz. Aynan teng bo'ladigan bo'lsa, ikkita teng qo'yamiz dedik. Endi teng bo'lmasa nechik bo'ladi degan shart bo'lsa, unda undov bilan teng qo'yasiz. Bu teng emas deganni bildiradi. Undov bilan teng qo'ysangiz, teng emas degan. Ya'ni b ga teng bo'lmasa degan shartimizni bajaradi. Va kattaga teng, kichkinaga teng ularni ko'rib o'tdik. Endi davom etamiz. Yine mesela berilani o'zlaringiz bilasizlar, mantiqiy ifodalarni. Bu yerda nav holat bo'lishini. Bu yerda is true deb parkobda agar shunday bizada shunday shart bajarsangiz ham bo'ladi. Yana biri aynan harflarni emas, son bilan barsangiz ham bo'ladi. Masalan, 17 katta bo'lsa 42 kichkina bo'lsa 42 dan deb turib, agar bu yerdan nav chiqadi, hammoh ha chiqadi. Azina ishlatib ko'rsataman sizga. Hı. Gördükmü? 17 katta bo'lsa 42 dan u pastni tekshirib ham o'tirmadi. Ina shu holatida ha geldi. 17 rostdan ham 42 dan kattami deb so'rab berdi. Ha dedi. Bu holatida ani kvadratda diklab turib ishlab qo'yardi. A bilan buni. Shartda A bilan bu qatnashmay turib ham shart bersak bo'ladi. Endi davom etamiz. Birlashtiramiz. Endi sizga bir misol ishlab ko'rsataman ozgina. Ha, yuqorida aytib o'tgan kvadrat tenglama ishlashni hammamiz bilamiz, Bilamizmi? Adamlar. Kvadrat O'tgan darsda tenglamani ishladik ishlashni masalan. ko'ramiz hozir. Shunda ko'proq shart bor. Amaliyotimizni demak, uchinchisi bo'lishi kerak. Yine shu amaliyotimiz. Ay başkasını açmak. Misali barını açmak. Men ko'rishingiz mumkin. Misol tushuntirilgan. Mavzumiz tushuntirilgan va shunga pastda misollar berilgan. Endi siz shu pastdagi misollarni ishlashingiz kerak. X, Y haqiqiy son berilgan. Haqiqiyda albatta float yoki double berasiz va hisoblang maksimalni va minimalni. Hozir ko'rsatib o'tganim birsi katta bo'lsa deb. Men sizga endi qiyinroq bo'lmagan. Hozir bu yerda kvadrat tenglamani ishlab ko'rsataman, keyin pastdan misol ishlab ko'rsataman. Kvadrat tenglamani ko'rinishini hammamiz bilamiz. Ax kvadrat plus bx plus c ko'rinishida bo'ladi. Demak, shunday ko'rinishda bo'ladigan bo'lsa, menga bu yerda a, b, c degan o'zgaruvchilarim kerak bo'ladi ekan. Va diskriminantni topish uchun d degan o'zgaruvchim ham kerak. Endi hisoblaymiz. D'miz nima degandi? B kvadrat minus 4ac edi. Yodlarimizda bo'lsa va xuddi shu holatda ba'zi d-ni hisoblab beradi. Va endi men qo'lda kiritishim kerak a-ni, b-ni va c-ni. A-ni kiriting deb so'rab turibdi o'zi bizdan. Hech qanday boshqa qo'shimcha shart emas va b-ni kiritishimizni so'rab turibdi va keyin c-ni so'rashi kerak. Endi bu amalimizni hozir past olib tashlaymiz. Bu amalimizni past olib tashlaymiz, chunki bizning ABC'larimiz hali endi kiritildi. Shunday ettirib hisoblaymiz. Endi bizda shartimiz nechik bo'ladi kvadrat tenglamani ishlash uchun? Beri nima deb yozar edik? Agar diskant 0 dan katta bo'lsa, bizda hisoblasin. X birimiz minus b plus chiqadi
İltizamsız diskriminant. İltizosda Ho'p. diskriminantimizni beramiz va pastda 82. bo'lingan 2 ko'paygan a edi. Va shuni yana bir yozamiz. Ikkita yechim bo'lishi kerak. O'rtasi minus bo'ladi. Minus. Va shuni ekrana agar shular to'g'ri hisoblangan bo'lsa, xuddi shu holatida chiqarib bersin deb aytamiz. Masalan, x1 teng deb tursindan menda ishlamay qoldi-ku. x1 ni chiqarsin va arasida probel tashlasindan, hozir aytganlarim hammasini birda ko'rsatib beracakman. Arasida probel tashlasindan keyin menda x2 ni chiqarib bersin. Bir xatarda chiqarsak ham bo'ladi deb aytayapman buni. x2 deb. Shunda chiqaradi x1 bilan x2 ni. Endi qaraymiz. x1 bilan x2 da bu yerda oldinda xohlasangiz double deb yozib qo'ying. Bo'lmasa yuqorida yana bu yerda girib o'tishimiz kerak edi. Double. Berimiz ham x2 bo'ladi. Hozir Hükümdarlar. eshitaman. Alo. Gaplayvering. Savolingiz bormi? Yo'qlama aytdingizmi demang lekin. Damla mende internet çalardı. Video derslikini görsem bolar mı? Keyinroq. Bo'ladi. Assalomu alaykum Damla. Assalomu alaykum. Men yaqinda kirdimda nega Zoom'ga kira olmay yuruvdim. Yo'qlama aytdingizmi deb so'raydim. Svязан pes bo'lyapti. Yo'q, yo'qlama aytmadim. Ha, xo'p, rahmat. Svязан bo'lmayapti. Iloji boricha qatnashyapmiz-ku darsga. Chiqib ketib turibdi-de. Yaxshiroq yerga borishga harakat etinglar. Agar dim ilojini topmasangizlar majburmiz shunda turib o'tmaka. Xo'p, mayli. Yaxshi. Rahmat. Damla. Hozir savol berib turgan vaqtlarida yozdim bu yerni. Yana bizada shundan berilgan. Yozishimiz mumkin. Bu yerda biza berdik. Diskriminant 0 dan katta bo'lsa x1 bilan x2 ni hisoblasin, o'shani ekranga chiqarsin. Agar 0 teng bo'lsa, bu holatini bajarsin. Endi bilasizlar, bir son 0 dan katta bo'lmasa, 0 teng bo'lmasa, albatta 0 dan kichik bo'ladi. Diskriminant 0 dan kichik deb turib, bizlara oxirida chiqarib bersin. Endi men buni ishlatsam hozir mendan so'raydi. Hozir ishlasin. Menda ham internetda nodir bir problema bo'lib turibdi o'xshaydi, ishlamayapti. Yana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda boshqa kompilyatorga tashladim. Argi namizda ozgina uzilish bo'lib turadi. Mana shu xuddi shu kodni ko'payalab olib turib, berigi kompilyatorga tashladim. Ani kiriting deb so'radi. Masalan, menda A1 bo'lsin. O'zlarimiz biladigan holatni girsak, 1 2 1 girsam, menda diskriminantimiz 0 teng bo'lib qoladi. Shu holatini ko'rsataman sizga. X teng -1 chiqadi. Bir dona yechim chiqarib beradi. Endi diskriminant 0 dan katta bo'ladigan holatni girsak, masalan 1 15 desamda 2 desam. Yana ko'rishingiz mumkin. Bu ixtiyoriy berilgan son. Ixtiyoriy berilgan son uchun taxminan -0.13 va -14 degan 2 dona javob chiqadi ekan. Bu yerga xohlagan soningizni berishingiz mumkin. Plusdan, minusdan va diskriminantimiz 0 dan kichik bo'ladigan holatni girsam, masalan, A ga katta bersam, bitta kichkina bo'lib ketadi. 1 beraman va 5 beraman. Uning
Kichkina noldan kichik degan javob chiqarib beradi. 3 holatimiz ham ishlabdi bizada. Shunga o'xshatib misollarni ishlashingiz mumkin. Endi buni hozir sizga ko'piyalimandan shu dasturlash degan gruppangizga tashlab beraman. O'zingiz ishlatib ko'rishingiz mumkin, o'zgartirib ko'rishingiz mumkin. Bu kvadrat tenglamani ishlaydigan dasturimiz edi. Endi boshqa dasturlarimiz ham bor bizda. Bularni ko'ramiz hozir. Masalan, birinchida ishlab ko'rsatib beraman. Maksimum qaysi birini ishlab ko'rsatib bering sizlarga? Qaysi sizga qiyinroq ko'rinib turibdi? Birinchisini ishlab ko'rsating. Birinchidan ko'rsataveringmi? Bo'ldi. Asa birinchidan ko'rsataman. Buni kodni tashlab berdim. Shuning uchun bu yerni o'chirib tashlayveraman. Siz menimcha kerakmaydi. Menda xy haqiqiy son berilgan dedi. Haqiqiy degani uchun men bu yerda double deb oldim. A bilan buni x bilan y ni haqiqiy son deb oldim. Va shu xy men so'raying endi shuni kolda kiritacakman. Aynan bir son uchun ishlamaydi. Biz yaratgan dasturimiz har qanday xy son uchun, har qanday haqiqiy xy son uchun ishlaydi. Endi menda shart berilgan edi. Non topishni maksimum va minimum topishadi. Men bu yerda shart beraman. X katta bo'lsa y dan, x y dan katta bo'ladigan bo'lsa, menga ekrandan shunchaki chiqarib beraversin. Max sonim teng bo'ladi nolga x va minimum son teng bo'ladi y ga. Endi yana bir shart beramiz. Else aks holda agar bu yerga yana bir shart berishni xohlasangiz bering. Bo'lmasa agar nolladang bo'ladigan bo'lgan holati bo'lsa deb shart berajak bo'lsangiz bu yerga yozsangiz bo'ladi. Else deb turib. Agar yana bir shart beradigan bo'lsangiz elsedan keyin if berasiz. Hech qanday shart bermaydigan bo'lsangiz elseni o'zini yozasiz. Men bu yerda masalan hech qanday shart bermay ishlatib ko'rsataman. Yuqoridagi holatini ishlatib sizga endi buni o'rni almashadi. X katta bo'lmasa y dan albatta y katta bo'ladi x dan. Hozir ishlatib ko'rsataman sizga. Masalan x ni girdi 15 va bu holatimizda 18 girsam. Bu ikkinchi nega tushadi? Ikkinchi shartimizga tushadi. Mikrofondan ilamish savollaringiz yo'q bo'lsa boshqalarni xalaqit bermang. Qo'yaman bir kechirib ishni to'xtataman. Oldin smayli topshirib chiqqanda kelish kerak. Meni ko'rishingiz mumkin. Men bu yerga endi yozayotiradim. Shu sababdan yanına qo'shib bermasin deb. Qanaydi? Bir yanına qo'shib yozib berdi. Ne ko'rishingiz mumkin? X ni kiriting desa 15 bersam, yanına 15,5 bersam, bu maksimal son 15,5, minimal sonimiz 15 deb turib, menga ikkinchi shart ekranni chiqarib berdi. Endi menda ikkisam deng bo'lib qolsa nechik bo'ladi? Ikkisam 16 berdim birsa. Masalan, ko'rishingiz mumkin, ikkisini ham 22 degan son beraman. Ishlamay qoldi-ku bu. Mening bu yerda nechik bo'lgan? Ikki sonni ham deng berdim, lekin menda ikkisi ham deng deb chiqarmadi, chunki denglik bo'ladigan holatini bermadim. Bu yerdan shart chiqarib turibdi. Maksimal bilan minimalni ikkisini birga solishtirib turibdi. 12 kattami 12 dan deydi. 12 12 dan katta emas. Shuning uchun to'g'ri x holatini tushgandan ina shu shartni bajarib turibdi. Max sonim katta 12 bam 12 bam 12 bo'lib turibdi. Agar shu holatni sizga yoqmasa, ina bu yerda yana bir dona shart berib keting. Agar x bilan y'im aynan bir-birini teng bo'lsa, aynan tenglik belgisi yuqorida aytib o'tdim, 2 dona teng deb yoziladi va shunday qilib yozasiz. Men bu yerda coutda yozib qo'yishingiz mumkin. Ikkala sonimiz
ikkala son teng deb turib ekrana chiqarib bersin. Ne masalan ishlatdim. Endi bu holatimdan to'g'ri ishlaydi. Masalan 12 nodir bo'lib turibdi kompyuterlarda. Yo menda internet yaxshi emas o'xshaydi. Masalan, shu yerda yana baskatdan 12 ni kiritib bersam, ikkala son teng deb chiqarib berib turibdi. Bu holatimiz endi to'liq ishlandi. Bu shartda tushmadi, bu shartda tushadi. Shuning uchun shuni qanoatlantirib qo'yaverdi. Bu shartimiz esa qachonki x y dan kichkina bo'lsa, shu holatida tushadi. Agar 3 son bo'ladigan bo'lsa, 3 sondan xuddi shunday turib barib ketaverasiz. Agar beri yana bir dona z son qo'shilsa, shunday misolimiz ham bor. 3-mi shunday misol bo'lishi kerak. Agar beri z soni beriladigan bo'lsa, bu ham z ni kiritasiz va yana buyuk ham z degan son kiritasiz. Bu 3-sonimiz. Sizda nima deb berilgan bo'lsa shu, masalan a b s deb berilgan bo'lsa a b s yo x y z farqi yo'q uni o'zgaruvchini.